Hammaga assalomu alaykum. Xullas, o'rtoqlar ham internetda hamma barcha ko'rgan bo'lsa kerak. Har xil xabarlar, fake xabarlar tarqalib yuribdi. Kimdirlar ishonyapti, kimdirlar ishongan yo'q. Xullas, Rossiyadagilar ozgina dokumentida kamchilik bo'lsa qamalarkan degan xabarlar yuribdi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Men o'zim Rossiyadaman hozir. Bilishim bo'yicha bu qamoqqa olinadiganlar aynan shu qamoqqa olinadigan shu odamlar nimadan qamoqqa olinishi mumkin? Sababi falsifika dokumenti borlar, falsifika bilan ko'p yil shu shug'ullanib yurganlar. Xullas, O'zbekistonga deport bo'lib qaytib, nima desam bo'ladi? O'zini familiyasini, ism-familiyalarini o'zgartirib, yana qaytib kelgan Rossiyaga. Bu Rossiya chegarachilik qonunini ham buzgan bo'ladi. Yana xullas jinoiy javobgarlikka tortilib, shular qamoqqa olinishi mumkin. Lekin dokumentida ozgina kamchilik bo'lib, yo boshqa narsa bo'lsa, u qamoqqa olinadi degani emas. Bu mutlaqo noto'g'ri xabarlar. Ishonib qolmanglar. Xullas, har xil xabarlarga ishonib qolmanglar. Musobalardagilar jonlarga sog' bo'lsin. O'zingizga e'tibor qilinglar.